Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lâkıbetul muttaqin. Ve la udvana illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena teqabbel minna inneke entes semiyul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim ve hdina ve veffikna ilal hakkı ve ila tariqin mustakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmeti men erselte rahmeten lil alemin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz Allah subhanahu teala'nın paz ihsanı inayet ilen aldığımızdaki şu kitapның üzüne ders kılmakçımız Muhtasar Fiqh Savum degan şu kitapның ismi yani. Eee, bu kitap asasen şu Ramazan hakkında eee tunuşturup Ramazan savum degan nima Ramazan? Bu neç türlü bölündü? Farz mı, mutatavvi mı, nafil mi? Degandek Ramazan'ın onun faziletleri, Ramazan'ın hikmetleri, bu Ramazan'ınki mesela rukunları, şart ve kaydı sünnet adabları, muşu mevzusida to'xtalib o'tadigan biz oldimizda ulug' Ramazon oyi kelyotidi. Shuningga ko'rarmanlar va anglovchi qarindoshlarningki bir foydalanib qolsin uchun Ramazon kelishdan burun shu kitobning o'zini bir boshlashni munosib ko'rgan bo'ldik. Bu kitobning ismi Muxtasar Fiqh Savm ekanda. Buni إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية. Bunu ilmi kısmısideki ilmi ilaka mındak tutkanım deyimiz bizde ilmi kısmı diyelim o'zi nima tabipen degandek şu şu bölümünki nima ad-durarus sunniye degan durarus saniye degan mushu muassasa mushu bölümning odamlari buni tayyor qilib tikanda. Bunga kuzatishli qon Shayx Alva bin Abdulqodir Shaqqof deganda qilamdi. Kitobning ismi bu karamda. Biz muqaddimadan kirishib ketamiz. Muqaddima barliq maqtash go'zal ham sana elim bilan qorong'uliqlarni yo'q qilib, ya'ni butun koinot olamini ilim bilan yuritgan Allah subhanahu va taolo uchun barliq maqtash va go'zal hamd dedi. Qildi Allah subhanahu va taolo u ilmni qanday qildi? Jannatga yetkazadigan bir yo'l qildi va u ilmga amal qilishi ilm ahlining darajasini bir necha daraja ko'taryapti. Duo va durud va rahmat va salom bo'lsin. Ulamolarning peshvosi va anbiya va mursallarning peshvosi bo'lgan Rasululloh alayhissalatu vassalamga duo, durud va rahmat, salom nozil bo'lsin. Ki el-qaili men yuridillahu bi hayran yufakkihu fid-din. Andaq Allah ki deguchi bu zot nima deb Allah ening bir yaxshilikni ato qilgan, ening yaxshilikni Allah maqsad qilgan odam Allah u odamni shu dinda olim qiladi degan zotdir. Demak, mushu zot Allah subhanahu wa taolo nima degan? "Men yuridillahu fi hayran yufaqqihu fid-din" degan zotdir. Demak,
Dinde alim bo'lganlikning o'zi Alloh subhanahu va taolo shu dunyo va oxiratning baxt saodatini berganlik demakchida endi bu. Kichik ish emas bu dinda faqih bo'lish, dinda olim bo'lish. Hamma shundoq Alloh subhanahu va taolo hamd aytib, Allohning payg'ambariga salat va salom yo'llab bo'lgandan keyin haqiqatan uningga nim bo'lgan eng xos ko'ngil bo'lishga tegishli katta ilmlarning qatorindir ilmul fiqh. Chunki u ilmul fiqh bilan Alloh subhanahu va taologa qandoq ibodat qilinganligi uni tunug'ul bo'ladi. Allohga qandoq ibodat qilamiz? Uni tunuymiz fiqh ilm bilan. Şuna bununla naiti xas köngül bölüşkü tegişlik ilimlarının en katısını qatardı. Qaysı ilim? İlmül fiqh. O ilmül fiqh bilen Allah subhanahu wa ta'alaga qandaq qulçuluk qıl boludu. Bunu tunuludu. Ve muş ilim fiqhi arqılık halal ve haramını tunuşkuçu ulaşqılı boludu. Muşu jihatdan insonlarning ehtiyojı bu ilmul fiqhiga yemek içmekten mu kattagarak, kuchligarak, kattaroq bo'lib ketdi. U ilmul fiqhi bilan ularning din va dunyolik ish kuchlaricha ravrush tüptüz bo'ladi. Ular o'zining dunyolik va oxiratligimicha dunyolik va oxiratlik haqidamicha tayyor bo'ladi. Yo'q, va yasadunama. Va ularning dunyosida o'zlarining dunyo va oxiratigacha baxt saodat bo'ladi. Baxt saodat bo'ladi. Mushjahatdan aytib biz mushjahatdan başladı Durarus Saniyye degan bu fondi, bu muassasa qanday qilishni deganda umumiy fiqhga oid keng ko'lamlik bir kitob nimani tayyor qilishga bir ish boshladi. Ki putudu buningdan ilqi nim bo'lgan buningdan tiz qo'lga keltirgan neticelerni neşr qilish naiti u tamam bo'ladi. Onunki tor dünyası arqılık muşunga nim bo'ladi bunga bu pat yakında onu neşr qilish tamam bo'ladi. Nima uchun shar'iy hukmlarga ulushush yetish o'ng'ay bo'lsin uchun va kuchligaroq so'zlarni tunusin uchun, xususan fiqhiy masalalar haqidagi ba'zi ixtilofotning ko'p bo'lishidan turug'liq va har xil so'zlar va ilmiy ko'zqarashlarning har xil tashaqqub, uning taparruq, bak shaxchi, bak uningdancha tarmoqlanganligidan turug'liq. Uzun kitaplarını kısaltış, bu ilim ehli, yolgan, esirler boyu ilim ehli mangan yol diyor. Nim için? Uladın ilki şeriat ilimlerini asallık üstüde bir düşünüşke naat ris boğalıqның cahdeden uzun bazı mutavvelat kitaplarını özünü kısaltış, bundan burundan tatip ve ölümalininki tutkan yolu şuti. Ve o şer'i ilimlarını ço avam halkka onunla yakınlaştırış için, onun faydası umumlaşsın için. Qanday qildik şu sebeplik biz mi ondan keyin bu kitapni ço biz maqsad qildik biz bu kitaplarni uchun qisqagina muddat bilan uni qisqartishga, mulaxas qilib muxtasar qilishga shuni maqsad qildik. Uni ala an yutba'a tiba'an. Uni nima qilib
eriştirip ala en yutba'a o şunun ki matbaa kılın bunu. Ay asliga eriştirgen halda matbaa kılınıp. Yani bu demek o kitabın ki üçüncü mü matbaası iken bu. Ee, asliga asl üstüde kep kılışılan tor dünyasıda. Yani aslini saqlab qilish bilan billa, ya'ni shu asliga ergashtirib matbaa qilish ustida biz uni nihoyat qisqagina tez holda uni muxtasar qilishga maqsad qildik. Kim uchun deganda bu dalillardan ortiqcha bir dalillarni maqsad qilgan odam uchun va ulamolarning naslaridan va nimadan tahrij qilingan hadislardan mushundaqcha istizodayni ortiqcha talab qilgan odamlar uchun va buningdan boshqasi masalan bu qisqartirilgan bu mulaxas qilingan bu kitob ro'zininki kitobning barisi bo'lgan bo'lib bu mujtahidlarga nima quchilish tazkiratan lil mujtahidi va nihoyatan lil muqtasidi va yatamayyazu bil ati va keladi bu muxtasar bo'lgan kitob siyomdan bo'lgan bu kitob nihoyatda ilgak mujtahidlarni eslatganlik uchun eslatish uchun va muqtasidlarni nihoyatda va nihoyatan lil muqtasidi va muqtasidlarga oxirisi bo'lsin uchun bu qisqartirilgan bu muxtasar kitob keladi va alaydi bu kitob tevenki alaydiliklar bilan. Birinchi, ijmo masalalarini tilga olishga ko'ngil bo'lish. Ijmoning da'volaridan iborat buni tahaqquq bilan. Ikkinchi, yana undan boshqasi rojih hukmlarga cheklanish. Mumkin bo'lgan doirada. Agar rojihni tanlash tamam bo'lsa, o'xshash iningdicho ixtilof qilingan masala borski fiqhiy so'zlardan rojih bo'lgan masalalarni ixtiyor qilish tamam bo'lsa, muayyan bir davobitga muvofiq holda. Eningdan boshqa, yani bununla alayda bo'ladiki, hukmni o'zing dalillik bog'lash. Tilg'alindi dalillarni kitob sunnatdan ijmo qiyosdan bo'lgan va undan boshqasi bo'lgan delillarning o'zinicha kifoyalanishlan eng dalilning kuchliroqqa kifoyalanishlan lekin qanday qilinadi? Dalilni tilg'alanadi. Andaq dalilki xos i'tirozdan xoli, i'tirozdan salomat mushundaq delilning kuchliroqqa kifoyalanishlan tilg'alanadi. Onu o salamat nimadan i'tirozdan salomat bo'lgan holda. Uni nimaga bir idofati ila tarkir rududi bil kulliyya. Ya'ni unicho idof qilish bilan ila tarkir rududi bil kulliyya. Uni ilqi umumiy terk etishninki qaytirishning bil idofati ila tarkil rududi bil kulliyya. Uni idof qilishdan qo'shish bilan tarkil ila tarkil rududi bil kulliyya. Umumiylik nima bilancho uni raddiya berishni, tark etishni uni qo'shib qo'yishdan bilinadi. Hadis va asarlarni nisbat berish bilan alaydi bu kitob. Nimaga? O'zininki haqiqiy mu'tamad bo'lgan manbalarga va o hadisdan o asarlardan bo'lgan sahiga e'timod qilish bilan, shuni tayanch qilish bilan alaydi bo'ladi bu. Zaif va mardud buni e'timod qilmasdan. Ba'zi vaqtda ba'zi asarlarda bundoq yengil qarab qolgan bo'lishimiz mumkin. Va ba'zi nimada
va fadoil bundaq hadislarda va targ'ib qiziqtirish nimaga jannat qiziqtirish yaxshilarni jannatga olib borgan yaxshilarni qiziqtirish bundaq ishlar kelganlarda ba'zi asarlarga ba'zi vaqtda bundaq yengil qarab unga qanib qolishimiz mumkin yengil silishimiz mumkin va targibi va undan ba'zi qo'rqitish do'zaxdan qo'rqitish degan iborat va mushunga sabab bo'lgan omillarni qilib qilishdan qo'rqitish degan mush mavzuning o'zida ba'zida asarlar kelganda ba'zi yengil sanab qilishimiz mumkin. To'rt imomlarning so'zlarini tilga ilishilan alayda bo'ladi. Bu nima? Bu muxtasar. Yoki ularning fiqhiy mazhablarini tilga ilishilan. Ba'zi vaqtda kifoyalanishlan alayda bo'ldi bu kitob. Kavulne nispet verişlen cumhurlağa ve ilim ehlinin köpünsü onun üstü boğan nəsigi jo muşu nəsigi nispet verişlen bu kitap alayda oldu. Yine alayda oldu bu kitap muhakkik köp halda doğru sözlerini kuşlandığıcı ölmalının bazısının sözlerinin zikirlen alayda oldu. O aş şu kaçaniki bu xil racih söz cumhur ulamaları inin üstüz boğan nəsinin xilafı doğan bolsa. Muşu muhakkiklarının qatarındır İbn Hazm ve İbn Abdülbar ve Nevavi, İbn Hajar, İbn Teymiye, Şevkani, Şankiti, İbn Baz, İbn Useymin ve bunların başkası. Aşında buluş ularning bu sağlam delilga naqadar ko'ngil bo'lganligini jahdidan va u sağlam delilninki tushunchasi qarta amal qilishni jahdidan. Majamil fiqhiyaninki zikrga izob qilishdan billa va majamil fiqhiya va lajninki zikrga va ilmiy ba'zi hay'atlarninki mushunga qo'shishdan billa. Yani bu kitap hozirgi zamonaviy masalalarni tilga olishdan shunga tilga olishga ko'ngil bo'lishdan alayda bo'ladi. Va yangi masalalar va yangi navozil, yangi masalalarga ko'ngil bo'lishdan alayda bo'ladi. Va ulamolarning shu yangi masalalar haqidagi so'zlar alayda bo'ladi. Alayda bo'ldi kitap yana hirs bo'lishdan ma'lum bo'lgan narsalarning o'zini osonlashtirishga. Mesela o'ng'ay ilmiy ibora bilan sig'a keltirilgan ifodalangan yerda va nayti qisqa iboratlar bilan uni ta'bir berilib siqilgan yerda. Bu kitap yana insonlarning ko'pinchisi ehtiyoj bo'ladigan masalalarga ko'ngil bo'lishlancho alayda bo'ladi. Va meselelerinin cüz'iyatları o belki nazik şahmak mandak meselelerini onunla kaldırıp taşlap koyuştular alayda oldu bu kitap. Onlar gepler bektilap gitmedi okudayım. O onun başkanlarının hususiyetlerinin ki alayda oldu muş hususiyetlerle şu kolumuzdaki muş muhtasar. Ve alayda oldu bu basması kitaptın ne bilen tevenkin etsin. Birinci icma olgan məsələnin bəzisini qoşub qoyuş. Əsli kitabda o ilqə nemis bulmağan olsun, əslisi də. Amma mətbə, ma basmada bəzi icmai məsələlərin bəzisini qoşub qoyuşdan alayda oldu. Məsələlərin bəzisini tahrirləş, bununla alayda oldu. Ki, əvvəlki mətbəsi də, əvvəlki basması o tahrirlənməyən. Ama üçüncü bu kolumuzdaki bunun da bazı meselelerin üzerine tahrirleşilen alayda oldu. Ve 13'ü bundan burun tavsik kılınmagan, onun resmi tavsik kılınmagan nersini tavsik kılışılan, işençlik puxtu kılışılan. Dalaletinin vecihleri, talilinin vecihleri ibaret.
Muşu narsalarning o'zi uchun nihoyatda tavsiq puxta, mukammal mushunda qilishdan alayda bo'ladi bu kitob. Ba'zi o'rinlarda takror bo'lib qolgan narsani evetishdan alayda bo'ladi. Ma bu matbaa qo'limizga bu bosmasi va kifoyalanishlan. Uning o'z o'rniga topshirishdan kifoyalanib bo'ldi, alayda bo'ladi. Agar takror bo'lib qolgan bo'lsa, ay bir qator o'z o'rni tilg'ilgan bo'lsa, shuni qayta takrorlanmay, ashundan kifoyalanishdan bo'ladi, alayda bo'ladi. Va undan boshqa ba'zi bir o'zgartishlardan iborat, ta'dilatlardan iborat. Allah Azze ve Celle'den bu kitapninki bu basımı bilen ve bu basımının asl nüshası bilen yani mevsuat fıkhiye bilen qanday qilay bir payda yetkazib paydalık bo'lishini so'raymiz. Bu basma ve bunun basımının asl payda yetkazishini so'raymiz Cenab-ı Allah. Va bizga o'zining dini borasida bir narsani tushuntirishni va bizga foydali narsalarni o'rgatib qo'yishni so'raymiz. Va bizga biz va ay yanfa'ana bima allamana bizga o'rgatgan narsaning o'zi bilan foyda yetkazishni buni so'raymiz. Chunki u Alloh bo'lsa oshning egisi va uningga albatta kuchi yetkazishdir dedi. Boshdan oyoq Alloh subhanahu va taolo uchun hamda va sana Allohdir deydi. Xo'sh, darsimizin davomi keyingi soatda va axiru davana elhamdülillahi robbil alamin.